Alloh taolo yana Qur'oni Karimda dedi: "Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Alloha var rasul va takhunu amanatikum va antum ta'lamun." Ey iymon keltirganlar, bilib turib Alloh taologa va rasuliga va o'zaro omonatlaringizga xiyonat qilmanglar dedi. Bu oyat karimada Alloh taolo barcha xiyonatdan qaytardi. Alloh taoloning omonatiga xiyonat qilmang. Alloh taoloning omonati nima? Alloh taoloning omonati bu shariat. Unga xiyonat qilmang. Shariatni mahkam tuting. Alloh taoloning omonati nima? Alloh taoloning omonati buyruqlarni bajarish. Buyruqlarni bajaring. Unga xiyonat qilmang. Va rasuliga xiyonat qilmang. Rasululloh aytganini bajaring. Sunnatlariga amal qiling. Xiyonat qilmang. Va o'rtalaringizdagi o'zaro omonatlaringizga xiyonat qilmang deb Alloh taolo marhamat qiladi.